Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugungi yana bir ish faoliyatimizni sizlarga e'tiborlaringizga havola qildik. Avvalambor sizga yaxshi kayfiyat, hamohingiz bo'lsin deya bugungi ish faoliyatimizni tomosha qilasiz. Bugungi yana bir Turkiyadagi ishimizdan bir lavha. Ko'pchilik kanalimizda yangilar bor. O'sha iloji bo'lsa bir qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalimizda rivojlanishi uchun qo'llab-quvvatlab o'z fikrlaringizni bildiringizlar. Yana ham yangi videolar ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. E'tiborsiz bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Mana bugun mana shu tunikani qayish istanogi bu. Istanok mana shu mana ko'ryapti, tunikani xarid qilyapti. Bizning ish faoliyatimiz ertalab soat 8 dan kechqurun soat 6 ga qadar ishlaymiz. Hozirgi paytda ish faoliyatimiz mana shunday fabrikada ishlaymiz Turkiyada. Ko'pchilikda kommentariylarga qaytsam, ko'pchilik fikrlarini joyida o'taman. Hozirgi paytda Turkiyada bo'lsak bo'ladimi degan savolga yana bir bor ha, albatta Turkiyada kelsangiz bo'ladi, lekin degan tomonini bilishingiz kerak. Sababi-ku lekin degan tomoni bor. Lekin degan tomoni hozirgi paytda ish topsangiz bo'ladi, lekin haligi dokument bo'lmaydi. O'tama o'zim chalishimiz ham hozir dokument qilish qiyin. Shuning uchun kelasiz 3 oygacha joylasiz. 3 oydan keyin dokumentsiz qochoq bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun o'ylab kelsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda oyliklar eng kam ish haqqi Turkiya lirasida 28 ming bo'ldi. Askar hujjati 28 ming bo'ldi. 2020-yil 1-yanvardan boshlab. Endi bilasizlar, hozirgi paytda Turkiyada ish haqqilari mana shu 28 mingga chiqdi va ko'tarildi. 28 ming ham hozir dollarda hisoblasa $600 oylik bo'ladi. Dollarda ayting deydiganlar bo'lsa $600, $650 ga bo'lib qoladi. Misoliga erkak kishi misolida o'ylaydigan bo'lsak, erkaklar ishga keladigan bo'lsa, oddiy misol 30 minglik eng kam ish haqqi 28 mingga ham 28 ming 30 mingdan boshlanib ketadi. 30 minglik ish haqqiga ishlagan taqdirda ham xo'p, boyagi kvartirangiz bor, 3 ming, keling 4 ming, taniyasi bilan 4 mingga 3 ming, 3,5 ming ketsa ham 3,5 minglar ketadi bitta odamga. Erkaklar uchun 3,5 ming ketadi. Bolalar yeb ichish, kvartira ketganda ham misol 30 ming so'm ishlatsangiz 27 ming, 26 ming to'liq o'zingizga qoladi oyma-oy. Xo'p, ayollar uchun misoliga ayollar uchun ishlaydigan ishxonalarga boshlasa bo'ladi. Mana posуда yuvish ishlariga ishlatsa bo'ladi. Ularda ham hozir eng kam ish haqqi 1-yanvardan boshlab ular ish haqqi ancha baland. Ular eng kam ish haqqi 35 ming. 35 minggacha o'tarilgan. 35 minggacha oylik olsa bo'ladi. Xo'sh, 35 ming olib, ular ham xuddi hozirga aytayotganimizda 3,5 ming, 4 ming uy kira to'lab ishlasa bo'ladi. O'rtacha ayollarimiz ham 30 ming so'mdan to'liq $600 O'zbekistonga jo'natsa bo'ladi. Ko'pchilikda savollariga mana shu video orqali javob berib o'tyapman va istanokni ishlash jarayonini albatta e'tiborlaringizga havola qilyapman. Bu videoni iloji bo'lsa mana shu katta tadbirkorlarimiz ko'rsin va mana shunday tadbirkorlikda mana shunaqa ishlab chiqarishlarda biz O'zbekistonga ham yo'l qo'ysin. Biz mana
Nasib bo'lsa Turkiyadan borib O'zbekistonda ham mana shunday qiziqarli ishlarga mana ishlaymiz. Biz mana Turkiyada ancha bilib, ko'nikmalar o'rganyapmiz. Xudo xohlasa O'zbekistonga borib shunaqa ishlarda yana ishlashda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.